Assalomu alaykum. Bugun hiragana alifbosining miya qatoridagi harflarni o'rganamiz. Miya qatorida 3 ta harf bor. Miya, miu, myo harflari. Miya, miu, myo. E'tibor bering. Bu harflar mi harfi bilan kichkina ya, yu, yo harflaridan tashkil topgan. Ushbu harflar bilan alohida tanishib chiqamiz. Birinchi harf miya harfi. Miya harfi mi harfi bilan kichkina ya harfidan iborat. Miya. Keyingi harf myu harfi. Myu harfi mi harfi bilan kichkina yu harfidan iborat. Myu. Keyingi harf myo harfi. Myo harfi mi harfi bilan kichkina yo harfidan tashkil topgan. Myo. Endi shu harflar qatnashgan so'zlar bilan mashq qilamiz. Bu so'z qanday o'qiladi? Domyaku. Domyaku. Arteriya. Jumyo. Jumyo. Umr. Myoji. Myoji. Familiya. Myaku haku. Myaku haku. Pus. Myogonichi. Myogonichi. Ertadan keyin indin. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.